Teri qog'ozning 3-si. Qat'iy bo'shashmay muvaffaqiyat qozonmoqchi to'xtamayman. Qadimgi sharqda elishishga soladigan buqalarni tanlashning belgilik tartiblari bo'lar ekan. Avval buqa maydonga elib kirilar ekan. Buqa qo'lida nayza tutgan chavandozlar hujum qilar ekan. Badaniga nayza sanjilgandan keyin chavandozga qilgan hujum sonining oz ko'pligiga qarab, reper buqaning boturlik darajasini bekitar ekan. E'tirof qilishim kerak. Bugundan boshlab mening hayotim har kuni mushuninga o'xshash sinoqlarni beshidan o'tkazdi. Men qat'iy avranmay, boturlarcha olg'a ilgirlab, xirslarga taqobil tura olsamla, cho'qim muvaffaqiyat qozona olayman. Qat'iy bo'shashmay, muvaffaqiyat qozonmoqchi to'xtamayman. Men dunyoga mag'lubiyat uchun kelmagan. Tomirlarimda mag'lubiyatning qiyni yo'q. Men xohlagancha qamchi yeydigan qo'zi emas. Men yirtqich shir. Qo'zilar bilan bir satda emas. Men mag'lubiyatchilarning yig'isini, beli bo'shlarning zarlanishlarini anglashni xohlamayman. Bu qo'y parisi ichidagi yuqumli kiysan. Uni hargiz yuqtirib olmayman. Mag'lubiyatchilarning qushxonasi mening oxirgi makonim emas. Qat'iy bo'shashmay, muvaffaqiyat qozonmoqchi to'xtamayman. Hayotlikning mukofoti hayot musofasining boshlanish nuqtasiga yaqin emas, balki oxirgi nuqtasida. Oxirgi nishonga qancha qadam manganda yetib borg'ili bo'ladiganligi menga ma'lum. 1000 qadam musofani besib bo'lganda mag'lub bo'ladigan ishlar bo'ladi. Lekin muvaffaqiyat aylanmaning orqasiga yo'shirilgan bo'ladi. Yana qanchalik musofa qolganligini mangu bilolmay qaytib kelsam ish chatoq. Oldimga bir qadam elib, natijasini ko'rolmasam, yana oldimga siljiyman. Amaliyotda bir qadamdan ilgirlash uncha ta'sir emas. Qat'iy bo'shashmay, muvaffaqiyat qozonmoqchi to'xtamayman. Bugundan boshlab mening har kundagi ko'rishim xuddi g'oyat zo'r daraxtga bir palto urgan bilan barobar. Dastlabki bir necha palta cho'nqir iz qoldira olmasligi mumkin. Urgan har bir palta qaramoqqa unumsiz ko'rindi. Lekin ular yig'ilib, u g'oyat zo'r daraxtni oxir yiqitdi. Bu dal mening bugungi tirishchiligimga o'xshaydi. Egiz tog'larni yo'g'on yomg'irdak, yirtqich yo'lbosni yeb tugadigan cho'milidek, zaminni yo'ritgan yulduzlardek, ehramni yasgan qullardek, menmi qal'ayimni bir xishdan yasab chiqaman. Chunki men suv tomchisining toshni teshib o'taydiganligiga ishonaman. Faqat bo'shashmay davomlashtirsalar har qanday ishni qilg'ili bo'ladi. Qat'iy bo'shashmay, muvaffaqiyat qozonmoqchi to'xtamayman. Men mag'lubiyat degan narsani xiyolimga yaqin yo'latmayman. Bugundan boshlab mening lug'atimda tashlab qo'yish mumkin emas, qilg'ili bo'lmaydi, amal yo'q, chatoq bo'ldi, mag'lubiyat, oqmaydigan ish, umid yo'q, chekinish degandek so'zlar bo'lmaydi. Men ümidsizlik girdobidan o'zimni imkon bor yiroq tutaman. U tahdid selib kelganda bir amallar bilan uning xirs qilaman. Men qetir qilib ajr sindiraman. Jafo mushaqqatlarga chidayman. Kelgusiga nazar tashlab, to'xtamay olg'a ilgirlayman. Oyog'im ostidagi putlik ashonlarga parvo qilmayman. Ishonchim komil. Qumliqning oyog'i bo'stonliq. Qat'iy bo'shashmay, muvaffaqiyat qozonmoqchi to'xtamayman. Men qadimki tangpungliq prinsipini esimda mahkam saqlayman. O'zimni chidamliq bo'lishga rag'batlantirib turaman. Chunki har qatimliq mag'lubiyat keyingi qatimliq muvaffaqiyatga fursat hozirlab turadi. Bu qatimga rad qilish keyingi qatimliq qo'llash demakdir. Bu qatimliq qo'shumi turish keyingi qatimliq yayrab kulish demakdir. Bugungi baxtsizlik ko'p hollarda atki baxtning beshorati bo'lib qoladi. Kech kirib bir kunlik ishimni qayta o'ylaganimda menda rozimanlik tuyg'usi bo'ladi. Bir narsaga cho'nqir ishlayman. Ko'p qatim mag'lub bo'lgandala, ondan muvaffaqiyat qozong'ili bo'ladi. Qat'iy bo'shashmay, muvaffaqiyat qozonmoqchi to'xtamayman. Men urinib boqaman. Yana urinib boqaman. To'salg'ular mening muvaffaqiyat yo'limdagi agri yo'l. Men bu xirsga taqobil tura olmayman. Men matroslarga o'xshash shamolning kuchi bilan do'lqin yerib ilgirlayman. Qat'iy bo'shashmay, muvaffaqiyat qozonmoqchi to'xtamayman.
bugundan boshlab boshqalarning muvaffaqiyat qozonish sirini o'zimga ulgu qilaman. Ilgirki muvaffaqiyat mag'lubiyatlar bilan hisoblashib o'tirmayman. Har qanday ishga ishonch turg'uziman. Ata texmi go'zal bo'ladi. Kuch modarimdan ketganda uyga qaytish xiyolidan voz kechaman. Yana bir qadim urinib boqaman. Men qayta urinib, har kuni muvaffaqiyat qozonishni qo'lga keltiraman. Mag'lub bo'lishdan saqlanaman. Men atki muvaffaqiyat uchun urug' solaman. Har qanday ishni o'z qoidasi bo'yicha ishlaydigan odamlardan o'tib ketaman. Boshqalar ilgirlashdan to'xtab qolganda, men davomli tirmishib olg'i ilgirlayman. Oxir bir kuni mo'l hosil olaman. Men tuniginki muvaffaqiyatim uchun qanoatlanib qolmayman. Chunki bu mag'lubiyatning bishorati. Men tuniginki hamma narsani unutib ketaman. Yaxshi yoki yomon bo'lsin, hammasini unutayman. Mening ishonchim to'liq. Yangi bir quyoshni kutib olganda, bugun hayotimdagi eng yaxshi bir kun bo'ladi deganga ishonch turg'uziman. Tiniqimli bo'ladi ekan, ishimni oxirigacha davomlashtiraman. Chunki men muvaffaqiyat qozonishning sirini bilib oldim. Qat'iy bo'shashmasala, oxir muvaffaqiyat qozonib